Agar sizlarning yuzingizda shunaqa toshmalar, ugrilar bo'ladigan bo'lsa, bu video sizlarga foydali bo'ladi. Bu meni bir hafta oldingi yuzim. Bu esa hozir. Men yuzim uchun 10 ming xil kosmetika ishlatib ko'rganman, lekin mana shu ko'rsatadigan kosmetikalarim menga realni foyda berdi. Birinchi produkt bu Biodermani geli. Aynan shu pushti gel meni yuzimdagi komedonlarni yo'qotdi, poralarimni kichraytirdi va yuzimni ancha-muncha yaxshi holatga olib keldi. Bu geldan foydalanishni ko'p dermatolog, kosmetologlar ham maslahat berishadi. Ishlatib ko'rishingizni maslahat beraman. Keyingi va eng glavniy meni ugrilarimni yo'qotgan produkt bu mana shu krem. Dr. Altayani 345 kremi. Bu kremning tarkibida niacinamid, pantenol, ceramidlar va choy daraxti barglari ham bor. Bu krem yuzimni ideal состояниеga olib keldi. Keyingi ko'rsatadigan narsalarim bu aptechniy sredstvalar. Bu ikkita narsa ugrining ustiga tochichni suriladi. Birinchisi bu shunaqa spot. Bu spot aynan yiringli katta ugriga to'g'ri keladi. Ugrini quritadi va qizarishlarni oldini oladi. Uni uzumdan topsanglar bo'ladi. Ikkinchisi esa bu shunaqa baltushka. Tarkibida sink va salitsil kislotasi bor. Katta qizargan ugrilarni ustiga suriladi. Bu ugrini quritadi va qizarishlarni kamaytiradi. Ikkalasini ham sotib olishingiz shart emas. Ikkalasidan bittasi bo'lsa yetadi. Bu примерно 150 ming atrofida turadi. 30 ming 40 ming atrofida turadi. Cho'ntagingizga qarab sizga qaysi mos kelsa olsangiz bo'ladi. Xullas mana shu produktlar meni yuzimni davoladi va ideal holatga olib keldi. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va obuna bo'lishni unutmang. Rahmat.